Hammaga salom qadrli obunachilar, mening ismim Elder va yangi videomga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, men qishloqda yashab yuribman, chunki do'stim yo'qoldi. Undan tashqari avvalgi videoda Redder qishloqqa keldi. Kim ko'rmagan bo'lsa kanalga kirib ko'ringlar, juda ham zo'r qiziqarli videolar chiqdi. Bugun esa do'stlar biz hozir mana sizlarga o'yinni ko'rsatib o'taman. Mana o'tiribdi Redder pozi. Tak, mana bu yerda mushuk qiz Femi, Germes va yana qanaqadir bola, bilmadim uni tanimayman. Ismi Javohir deganday bo'ldi, xullas ko'rishimiz kerak, keyin yaqinroq boramiz. Xabar bermaslik uchun xilma qiladi endi katta YouTuberlar kelibdi. O'tgan videoda kim ko'rgan bo'lsa hamma hayron qoldi. Mayli, endi nima ham qilardik, ilojimiz yo'q. Xo'sh, ishimizni tugatishimiz kerak. Kelinglar, mana bu yerlarni ham hammasini hozir chopishni boshlaymiz, chunki kim biz? To'g'ri, endi fermerlarimiz. Kim bilmasa, do'stim o'rmonga yo'qolgandan so'ng fermerchilikni men qilishimga to'g'ri kelyapti, chunki agarda u topilib qoladigan bo'lsa, shtraf bosishadi. Fermerchilik ishini qilmagani uchun ha do'stlar, qishloqda mana shunaqangi jostki qonunlar. To'g'ri, montajda hozir noto'g'ri ketgan joyini kesib tashlashim mumkin edi, lekin aytinglar, nima uchun kesib tashlashim kerak? To'xtamasdan gapirishim mumkin bo'lganda, mayli, kelinglar, mana bularni ekib chiqamiz va umuman undan tashqari do'stlar, axir men Redder emasman, men katta YouTuber emasman. Nima uchun men harakat qilishim kerak? Baribir hech kim like bosmasa, kanalga obuna bo'lmasa, ha, mayli. Qani endi borib fermerchilik. Ey, o'yinchi. Ha, janob qo'riqchi, bizga garaj kerak, qurib bera olasanmi? Avvalgi videoda sen qilgan ekansan. Mana bu uyni ham men remont qildim. Qoyil. Mana pul, borib bir nimalar sotib ol va bizga garaj qur tez. Xo'p, bo'ladi. Oppa, buchi. Bu senga. Ha, okey. Demak, izomotga sotib olaman. 5000 taliklar menga. Ha, to'g'ri tushunding. Mayli, rahmat. Tushunursinizlar, shuncha pul berishdi. Xo'p, hozir borib hamma ishni bitirib kelaman. Instrumentlar olib, lekin instrumentlar yo'q menda. Mayli, keyin o'ziga aytamiz, biror nima qilib berar. Janob mer. Ha, mana bug'doylarni olib keldim. Bundan tashqari Redderning qo'riqchisi aytdiki, men unga garaj qurib berar ekanman. Qoylar, Redder kashga o'tibsan-da. Nima? Ha, tushunursin, rostdan ham. Do'stlar, endi men Redder kashga o'tdim. Bo'pti, omad. Ha, do'stlar, menga mashg'ullik yo'qsin. Undan tak, xo'sh, qaniydan anavi tepasida tak, mana bu bo'lsa kerak. Ha, do'stlar, bosh kiyimli telpakli o'tgan videoda kim ko'rgan bo'lsa tushunadi. Tak, janob, salom. Menga qurilish materiallari kerak. Qurilish materiallari bizda faqat qurollar. Qurollar? Ha, Jennerson adashtirib qo'yganga o'xshayman. Ha, telpakli qurol sotishadi. Jennerson yo'q, menga boshqa telpakli kerak edi. Unda boshqa joyga borishing kerak. Ha, esimda, ana u tarafda Jennerson. Uzr. Ha, do'stlar, mana bu yerga borishimiz kerak. Telpaklisi bu, qalpoqlisi orqamizdagi. Ha, mana bu yerda blokdan almashtirib ketishdimi? Ha, o'g'irlar. Tak, mana bu jitel. Kecha ko'rinmay qolganda jitel. Tak, xo'y, janob sotuvchi. Menga qurilish mollari kerak, garaj qurish uchun. Bu nima deganingiz? Da. Xo'p, mayli. Qancha? Mana shuncha yetadimi? Yetadi. Yaxshi, mana bularni olaman. Yana kerak bo'lsa kelishingiz mumkin. Bemalol oynalarni va garajlarni qaytarib berasiz. Aha, xo'p, bo'ladi. Buni yopamiz. Ketdik do'stlar, endi qurilish ishlarini boshlaymiz. Chunki biz endi bugundan boshlab Redderning quruvchilarimiz. Ha, do'stlar, Redderning ishchisimiz. Birinchi uyni remont qilib berdik, endi esa xo'sh, kelinglar, birlikda instrumentlarni qilib ko'ramiz. Bizda menimcha bor edi uyda. Agar adashmayotgan bo'lsam. Yo'q do'stlar, bizda faqatgina bolta bor ekan. Jennerson nima bo'ldi? Holati Minecraft baglari. Xo'sh, bu yerdan hozir biz borib qo'riqchidan so'rab ko'rganimiz ma'qul. Asta-sekin bilan aylanib o'tamiz. Tak. Bo'ldi, janob qo'riqchi. Sekin ko'rmayman ularga. Tak, menga instrumentlar kerak. Mana shu uyni tepasida qoldirgandim men o'tgan safargi bolta, tesha, shunga o'xshash narsalarni. Hozir olib chiqib beraman. Aha, davay. Bo'ldi. Omading keldi, bizga ishga o'ting endi. Ha, sizlarning quruvchingiz bo'ldim. Xo'sh. Redder yaxshi to'laydi, ha? Quruvchilarga ayniqsa. Biz esa yonda turishimiz kerak, qurol ko'tarib. Ha, sizlarning ham omadingiz kelgan. Men esa mehnat qilib qurilish qilishim kerak. Bo'ldi, olib chiqdim. Xo'sh, mana lopatka va yana birikta narsalar bor ekan. Olishing mumkin. Menga qara, shu uyni yonginasida qurib, gelik sig'sa bo'lgani, shu tarafdan qursang mayli. Shu tarafdan. Okey, bo'pti. Davay, bo'la qol. Ha, mayli, qanjon qo'rqib o'tib ketay. Yaxshi do'stlar, endi sekingina boramizda qurilishni boshlaymiz. Mana shu tarafdan deganday bo'ldi. Okey, tak. Shundan qursammikin? Yo'q, salgina uzoqroqdan quramiz, chunki joyga yaqin bo'lib qolsa ham menimcha xunuk bo'lishi mumkin. Yaxshi, endi kelinglar, buni qo'yishni boshlaymiz. Birinchi navbatda albatta g'ishtdan boshlashimiz kerak, chunki garaj mustahkam bo'lishi kerak, chunki yerga gelik qo'yishar ekan. Demak, do'stlar, bularga garaj kerakmi? Demak, ko'p videolar olishadi. Qaniydi meni ham bir rolga olishsa zo'r bo'lardi. Lekin men do'stlar kichkina YouTuberman. Hattoki 1000 ta obunachim yo'q. Meni hech qanday rolga olishmasa ham kerak. Faqat mana shunday qo'riqchi bo'lib yurganim
qoladi xolos. Ha, mayli, yaxshilikka umid qilamiz va umid qilamizki, qachonlardir men ham ko'proq obunachim bo'lganda mana shunday kelamanda menga garaj qurib beringlar deyman. Tak, mana bularni hammasini olib tashlaymiz hozir. Ungacha esa xo'sh, bo'ldi. Bu yerga qo'yib chiqishimiz mumkin. Ajoyib. Ha, yaxshi. Mana shunday kattalikda bo'lsa, umid qilamanki yetib ortadi va hattoki apokalipsis bo'lsa yashirinish mumkin, chunki Redderning videolarini tomosha qildim, ko'p apokalipsis haqida olar ekan. Qoyil do'stlar, qoyil. Xo'sh, mana bularni hammasini ochib tashlaganimiz ma'qul. Mashina bemalol kirish uchun bemalol razvorot bilan kirish ham mumkin. Endi esa chiroyli qilib qurishni boshlaymiz bizga. Tak, mana bu yerdan ramka qilishimiz kerak birinchi navbatda, keyin esa u tarafga va ana bu yerda o'tiribdi. Hammasi meni ko'ryaptimikin? Ko'rayotgan bo'lsa zo'r bo'lardi. E'tibor bersa menga. Ha, mana bu yoqqa va tepadan yopib chiqqanmiz. Keyin esa chiroyliroq uy sifati holatda quramiz hammasini. Mana bu yoqqa ham va bo'ldi. Endi esa bu tarafiga, okey, tepaga ajoyib ketdi, qo'yishni boshlaymiz. Bu tarafga ham qo'yamiz va mana bunday tepasini yopdik. Ajoyib, mana va mana qo'yil do'stlar, mana bu chiroyli uy va bu yoqqa hozir o'rtasiga esa derazalarni qo'yib chiqamiz. Shunda bu yer juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'sh, mana va o'rtasini ham yopamiz. Yaxshi. Derazalar faqatgina yetmay qolsa kerak. Yana boya garaj eshiklarini qaytarib berganimga qaytib borganimda qo'shimcha olib kelaman. Bo'ldi do'stlar. Kelinglar, endi mana bu tarafni yopib olmas ekanmiz, shunchaki polni yopish bilan shug'ullanamiz yoki shunday yopib tashlasak-mikin. Yo'q do'stlar, xunuk bo'lib qolar ekan. Ha, mayli, ochganimiz ma'qul. Keyin erinmasdan derazalarni olib kelib qo'yaman, chunki ishimni qancha yaxshi qilsam, shunchalik katta ehtimol bilan menga e'tibor qaratishadi. Mana bu yerlarni ham yopishimiz kerak. Yaxshi. Kirib chiqish uchun arka tayyor bo'ldi. Endi esa garaj eshiklarini o'rnatamiz tepadan va pastdan noto'g'ri qo'yib yubormaslik uchun va yo'q, baribir ham noto'g'ri qo'yib yubordim. Ha, mayli, buni olib tashlaymiz. Yaxshi. Endi esa davay. Yo'qsin, lekin do'stlar, sinmaydi deb qo'rqib ketgandim. Maxsus narsa kerak deb. Ha, ehtiyot bo'lib o'rnatish kerak bularning hammasini. Bo'ldi. Endi esa bu tarafdan qo'yamiz. Sekin qiyshiq qo'yilyapti. Nimaga qiyshiq qo'yilyapti? Jennerson. E'tibor bermasa bo'lganini. Tak, chunki o'zim tarafi yo'nga bo'lish kerak. Bu esa o'zim taraf tepaga bo'lib qoldi. Jennerson. Xo'p, mayli, bo'ldi. Knopkalarni o'rnatamiz va yaxshi. Endi bemalol bu yerda ishlash mumkin. Kirib chiqish, mashina qo'yish va polni ham ochish vaqti keldi. Chunki bu yerni ham hozir o'rdaramiz. Bizga bu yerda chiroyli pol kerak bo'ladi va yama ham. Chunki mashinalar buzilishni yoqtiradi. Ayniqsa chirigan Mercedeslar, xaloslar, BMW Sila, Mercedesni bilmadim. Faqatgina banditlar ishlatadi. Derpning yonida esa ko'rib turganingizdek qo'riqchilar qurollanib bo'lgan, odamlar qo'rqitishyapti. Menimcha u ham bandit bo'lsa kerak, shuning uchun ham gelik mana bo'lgan. Kinolarda ham gelikda faqatgina banditlar keladi. Yaramaslar. Shuning uchun ham Redderni haterman do'stlar. Ha, do'stlar, menga Redder yoqmaydi bugundan boshlab. Mana bu yerga ham qo'yib chiqamiz, lekin bilasizlarmi, yoniga o'tib olsam ishga yaxshi bo'lardi. Balki unchalik ham yomon emasdir, nima deysizlar? O'ylab ko'rish kerak. Bo'pti, mana bu yerlarni ham ochamiz, yama ochib va 3 blokka bemalol yetib ortadi o'ylashimcha yamaga. Men albatta mashinalarni uncha yaxshi tushunmayman, lekin tuzatish bo'yicha bu yerda 3 blokka bemalol yetib ortadi. Hattoki sandiq, verstak qo'yish ham mumkin. Ochmani, tiqilib qoldim. Ha, bu yerga narvon ham qo'yish kerak. Tak, mayli, hozircha mana bunday chiqamiz yoki shunday qolarsammikin, zina qo'yib. Ha, yo'q, narvon qo'ysak chiroyliroq bo'ladi. Endi bu yerni yopsakmikan? Tak, hozir deraza olib kelaman va tomni yopish uchun yana yarim bloklarni olib kelib qo'yaman, lekin kamerani o'chiraman chunki uzoq vaqt oladi. Va do'stlar, mana tayyor bo'ldi. Buni qaranglar, qanchalik zo'r garaj. Hammasi mana bunday polirovanный andezit yoki nima deyiladi, polished nimadir, esimda yo'q, eslab qolmadim. Xo'sh, qani ketdik, sekin. Janob qo'riqchi. Nima bo'ldi? Qurib bo'ldim. Qani ko'rsatchi, keling. Qo'yil, stil bo'yicha mana bu uyga o'xshash silliqlangan andezit bilan. Ha, yoqdimi sizga? Ha, yoqdi. Yamma ham bor ekan. Qo'yil. Mana izdacha. Yo'q, izdachani olib qolaver. Menga garaj yoqdi. Katta rahmat. Do'stlar, bo'ldi. Hozir mashinani olib kelishsa kerak. Tak, ketdi, xursand bo'lib, mayli, biz ham hozir uyimizga boramiz va umid qilamizki do'stim ham topiladi va Redderga batamom ishga o'taman. Ungacha esa do'stlar, sizlar bilan xayrlashaman. Tak, buni bu yoqqa olib qo'yishimiz kerak. Instrumentlar qoldi. Instrumentlar menda qola qolsin, chunki o'tgan safar menga bularni kim bergandi? Esimda ham yo'q. Ha, mayli. Merni pullarga sotib olgandim axir. Tak, bo'pti. Instrumentlar o'zimda qola qoladi. Ungacha esa sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, qadrli podpisчиклар va tomoshabinlar. Umid qilamanki